Bugun seni yomon ko'radigan, seni tushunmaydigan, seni qabul qila olmaydigan, seni sevmaydigan, senga borini bera olmaydigan, sen aytganlaringni bajo keltira olmaydigan, barcha tilaklaringga iloji yo'q, faqat yo'q deb javob beradigan otang haqida gaplashamiz. Otang. Nega undan bunchalik qo'rqasan? O'ylaysanki, u seni faqat qiynalishingni xohlaydimi? Yiqilsang xursand bo'ladi, daki berib rohatlanadi deb o'ylaysanmi? U istamaydimi seni quchoqlashni, bag'riga bosib seni yaxshi ko'rishini aytishni, muvaffaqiyatlaringdan bosh ko'kka yetgudek baqirib nishonlashini istamaydimi? Yo'q. U seni go'dakligingdan emas, ona qornidalik paytingdan tushunishni boshlagan. Seni deb boshidan o'tkazgan sarguzashtlarini-ku aytib bersa bormi? Sendan battar yuzi qizargan odam topilmasa kerak. Tentak, tetapoya boshlaganingda ilk qadamlaringni ko'rib, ichidan quvongan, quvonchdan porlagan, undan ortiq inson bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Ismingni ismiga moslab qo'yganda, familiyang otasining ismiga o'zgarganida, quvonchdan yongan inson otang edi. Yiqilganingda tutib qolishini istamaydi deb o'ylaysanmi? Bir joyingni tirnasang azoblanmaydi deb o'ylaysanmi? Yo'q. Onang beparvolik qilib, biror joying lat yeganda onang ne gaplarni eshitganini so'rab ko'r. Devorlarga chizganingda, tanbeh berib birozdan so'ng o'zini tergamoqdan yeb qo'yay deganini bilsayding. Uni tushun. U ham inson. Uni ham ichida vajohati bor. U ham portlaydi, adashadi, yig'laydi. Axir uni ham ichida senga o'xshash bir bola bor. O'sha chizganlaringni ko'rib birozdan keyin qilgan ishingni baholaganini hech o'ylab ko'rganmisan? Ha, u seni san'atga, hayotga qiziqishingni, yaratish qobiliyatingni yoki yetakchilik xususiyatingni baholaydi. O'ziga qanchalik o'xshashingni ko'rib, ichidan nimalar o'tishini tasavvur qil. Kezi kelsa, o'ziga o'xshashingdan jahli chiqib ketadi. Bu seni yomon ko'rganidan emas. Aslo. Xato qilsang tanbeh beradi. U seni xato qilishingni istamaydi, ammo xatodan xulosa olishing muhim ekanini eslatuvchi. Senga shu xatolaring bilan ham ishona oladigan yagona insoning bu otang. Butun olam seni yomon deganda ham o'g'lim eng zo'ri bo'ladi deb umid qiladigan, sochiga oq tushsa ham farzandim uchun yashayman deydigan yakka-yu yagona sodiq do'sting otang bo'ladi. O'zing ishlab top, mehnat qilib ol deganda ichingdan qanchalik vayron bo'lgan bo'lsang, unda ham sendan 1000 barobar ortiqroq sinish bo'lganini bilasanmi? Ishon, sen aytgan narsalarni 1000 martalab olib berishga qurbiyati yetadigan darajada boy seni otang. Og'zingdan chiqqanini olib bermasa seni otang bo'lmay qolarmidi? Yo'q. Hech qachon. Undan ranjishga, unga qarshi isyon qilishga aslo haqqing yo'q. Mag'lubiyatga uchraganingda sendan o'rlanmaydi. Xatolaring bilan ham seni tarbiyalashdan to'xtamaydi. Chunki u ham mukammal emas. Chunki u ham abadiy emas. Bir kun u ham bu dunyoni tark etganda seni o'zing hech kimga suyanib qolmagan holatda hayotingni davom ettira olishingni istaydi u. Chunki sen ham abadiylik eliksirini ichib olmagansan. U seni ham boqdi, seni bolangni ham boqa oladi.
bolangni ham seni tengi qilib minnatsiz ulg'aytira oladigan sadoqatli fidokoringdir otang. Nega undan qochasan? Nega undan qo'rqasan? Qo'rqma, qochma, tushuntir, bo'lish, ichingdagilarini to'kib soch, nafratlanma, maslahat so'rashdan qochma. Chunki u sendan oldin bosib o'tgan, sen endi kirayotgan yo'llarni ancha oldin tushunib ko'rib bo'lgan. Sodda dema, men aqlliman dema. Seni shunday aqlli bo'lishingga, tez fikrlashingga, shunchalik halol bitta so'z mard bo'lishingga kim sababchi bo'ldi? Uyga olib kelgan birinchi oyligingni esdalik uchun olib qo'ying degin, ishonaver. Ochlikdan o'lib qolsa ham bir tiyiniga tegmasdan saqlab yuradigan omonatdoringdir otang. Ko'chada topganlaring emas, maktabda orttirgan do'stlaring emas, otang. U senga haqiqatni ochiq ayta oladigan odam. Sendan yashirmaydigan, sensiz tomog'idan osh o'tmaydigan mehriboningdir otang. Uni yo'qotib qo'ymasdan oldin uni top. Qalbiga yo'l top, uni tushun. Chunki u xato qilsa ham, to'g'ri qilsa ham, sen o'rnak oladigan yakka-yu yagona inson suyanchig'ingdir otajoning. Uni yo'qotmasdan oldin uni top. Uni sev. Uni ardoqla. Chunki bir kun sen ham ota bo'lasan. Chunki bir kun farzandlaring ham seni yo'qotadi. Unga qadar sen otangni top. Undan qochma. Fursatdan foydalan. Ushbu suhbatni tinglaganingiz uchun tashakkur bildiraman. Otajonlarimiz omon bo'lsin. Ishoning, bu matnni yozib olguncha, uni o'qiguncha ichimdan nimalar o'tmadi. Men ilmim darajasida hozir sizlarga qalbimdagi shirin so'zlarni to'kishga harakat qildim. O'qish jarayonida, yozish jarayonida ishoning, ko'zimdagi yoshlarni to'xtatib bo'lgani yo'q. Shuning uchun otajonlaringizni qadriga yeting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.